Uy, uy. Kimdir baqirdimi ko'chada tushmadim. Jitellarning ovoziga o'xshadi. Hozir soat necha bo'pti? Soat 3 bo'pti. Yo, 3 da kim baqirishi mumkin? Yo, barcha uchun salom alaykum. Sizlarga T-Rox bilan yangi videoga xush kelibsizlar bolalar. Uzr, kechasi kamerani yo'qganim uchun cho'ta kimdir ko'chada baqirdimi? Tushunmadim. Hozir men mana nima avvalida ko'rsatib qo'ymayman-ku, kim baqiribdi? Balki jitellar bilar yoki prank qilyaptimi? Yo, bir-biriga kimdir prank qilyapti. Jitel sanab eshitding baqirganini? Da, eshitdim. Hozir o'shanga ketayotgandim. Asa mana shu turib o'rinda hozir men kelaman. Xo'sh, ko'rib kelaylik, qayerdan chiqdi? To'xtaylik. Ma'lumotlarni tekshiraylik-da. Bu yoqda yo'q. Uy, ma'mula kim bo'ldi? Bu yoqqa keldisalaring. Bu yoqqa kellaring davomli, bu yoqqa. Bular 3 ga bo'linib ketyapti. Qaysi biriga borsam ekan? Mayli, mana shunisiga boraman. Bu yoqqa. Qanisan? Qochib ketyapti. Hozir shiyman-ku, o'rmonga ketib qoldi bunisi. Nargis qayerda ekan? Mana bu yoqqa kelsan. Hozir shu olaman-ku, bunachilar buni ham. Qani. Yo'qib qoldimi? Hozir ko'zlarning yonida yo'qib qoldi. Bular nima yo'qib qolish xususiyatiga ham egami? Tushunmadim. Boyagi uyda nima bo'ldi o'zi? Kirib ko'raylikchi ichkarisiga. Hozir namchi qotib qo'ygan bo'lmasa bo'ldi. Uy! Jitelli boshiga nima qilyapti bunachilar? Ko'zi nima bu? Oqmi? Yo, bu yoqdan chiqishimiz kerak. Xo'sh, eshik yopib bo'ldi. Bu yoqda-chi? Uy, doktor rasvosini chiqaribdi-yo. Bo'ldi, men bu yoqqa qaramayman. Bo'ldi, ertalab bo'laversan, jitel yaxshisi narigi uylarga kirma. Nima bo'ldi o'zi shunchalik qo'rqitib ketyapsan? Ertalab bo'lganda bilasan, xullas kirma maslahatim. Yo, bo'ldi, obunachilar hozir ertalab bo'laversan, janob mer o'zi gaplashadi, shuning uchun hozir men uxlayman biroz. Xo'sh, undachi biroz uxlab olay, ertalab bo'laversa ko'ramiz. Yo, what's up bolalar, sizlarga T-Rox bilan yangi videoga xush kelibsizlar bolalar. Xo'sh, hozir ertalab bo'lganda shunga turgandim. Ko'chada kimdir shovqin qilyaptimi? Tushunmadim, bilmadim. Короче, bizga farqi yo'q. Tez ishlarni qilamiz. Всё, biroz yana Minecraft o'ynab bo'lsa, yotamizda Minecraft bo'lsa. Xo'sh, jitel nima qilyapsan? Yu. Mashina ustiga tashlamoqchimi o'zini? Yo, jitel o'lib qolasan-ey. Men senga aytayapman, jitel bo'ldi, bas qilay. Men bunga qaramayman obunachilar. Hozir bu o'lib qoladi, o'zi tashsa. Tushunmadim, jitel nima qilyapti endi bu? Nima tishi qilyaptimi? Yo, hozir o'ladi bu. To'xtaylar. Qochish kerak. Jitel ovozi vashku. Nimani ovozi chiqdi hozir? Hozir o'lib qolardim agar ovozini eshitganda. Eshitdim, lekin o'lmadim. Короче, bo'ldi. Xo'sh, tez sabzlarni ekamiz, всё bo'ldi. Voy, tez bilan janob merga beramiz. Lekin kechagi ish hali ham esimda turibdi. Nima edi, kimdir baqirdi, kimdir orqasidan quvladim. Bilmadim. Bugun menimcha shunaqa bo'lmasa kerak. Kecha prank bo'lgan ili suda video olishgan bo'lsa kerak. Ko'zinglar ham ko'rdinglar, agar ular meni quvlardi-da, men ularni quvladim. Teskarisi bo'ldi. Menimcha ular menga prank qilishmoqchi bo'lgan, suda bo'lgan. Ana janob mer ham o'tiribdi. Yo, assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Soliqlarni tez bera qol. Soliqlarni mana olishingiz mumkin. Keyin menga gapingiz yo'qmi? Senga ish borda, короче, men senga parkur qurganman. Parkur deysizmi? O'zingiz parkurdan o'ta olmaysiz, qanday quradingiz? Ishing bo'lmasa, lekin priz ham bor. Priz katta prizmi yo kichkina, oddiy 4 ta loy berib qo'yasizmi? Chotki priz bor. Shuning uchun hozir borganda o'shandan o'tgin. U qayerda? U garaj tarafda turibdi. Ani garaj yetasizmi? Mana yerda garajda? Da, o'sha yerda. Boshqa qayerda bo'ladi? Yana bormi yo'q? Yo'q, prosta so'radimda, bo'pti janob men, unda o'tib ko'raman. Xo'sh, bizga yangi ish topildi bolalar. Bo'ldi, ko'rdim. Mana shuni aytmoqchi bo'lgan bo'lsa kerak. Chiqqandan keyin qanday tushaman ekan? Shunisini o'ylashmabdi-da janob meram. Chotki parkur, lekin oson bo'lsa kerak. Bilasizlar, endi parkurni ustasi turibdi. Agar parkurdan o'ta oladiganlar bo'lsa 6-7 deb yozib qo'yinglar kommentga, shunda kimlar o'ta olishini bilaman. 6-7 deb yozib qo'yasizlar. Xo'sh, unday o'tamiz. Vashcha ozgina qoldi-yu, janob meram shunchalik oson qilib. Bo'ldi, obunachilar, уже 6 sekundda tutib tashladimi? What the
fuck bu obunachilar nima edi hozir bu nima edi bu hozir bu qaraysa bo'ldi o'sh birinchi narsa oho zumradlarni hammasi mangami shunda bo'ldi bu zumradlar mayli turaversin baribir jitellar bu yoqqa o'tisha olmaydi-yu nima qilaman oho mana vintovkalar bor ekan ну нормальный vintovka o jitellar bitta miyasiga ting oy jitel uzr shuncha otmoqchi emas edim menimcha bu bizga kechasi kerak bo'ladi sababi o'zinglar ko'rdinglar oho yana drabovik bor ekan просто o'qi ikkita ekan bo'ldi keyin tugaydi o'sh pichoq ting tiqishga va maysa urib sindirishga bo'ldi agar yana uni kechagilar keladigan bo'lsa bu mashinami hozir mashina obunachilar oddiy mana loy parkurga bitta Mametga mashina qo'yib qo'ygan bo'ldi garajda o'zimga ham joy olib qo'yamiz mani mashinam turadi короче bo'ldi oho mer bo'lmayman-ku bo'ldi bugundan boshlaman qishloqdan merman bo'ldi mana bu nima bo'ldi chotga turar ekan bo'ldi mana shuni kiyib yuramiz bo'ldi yubkada yuramiz xo'sh keyingi narsalarimiz mana bo'ldi buni kiyib olsa yo bu shart emas bo'ldi mana obunachilar cho'tki kiyinib oldim mana mana buni qarasanglarchi уже hammasini kiymasini уже full qilib qo'ydim mana buni ну норм iPhone 7 нормальный va Lucky bloklar bularni ham ochib chiqamiz xo'sh hozir yarmini olaylik-da keyin ozgina bloklarni olib olaylik pastga tushish uchun ну xo'sh hamma Lucky bloklarni ham ochamiz ozginasini ochamiz sababi bor obunachilar sababi bor xo'sh qaranglar bunday qilamiz yo tusha olmadim ну bo'ldi endi esa Lucky bloklarni ochib chiqamiz xo'sh keyin mashinani oxirida tekshiramiz mana bularni yechib qo'yayda yo mana buni kiyib olish kerak mana buni ana chotki endi bularni qishloqdan uzoqroqda tekshiramiz xo'sh qani ochamiz oho obunachilar chotki narsa chiqdi-yu ну nimasi endi chotki bo'ldi mana bunaqalari bor ekan xo'sh qani otib ko'raylikchi nima ekan bu bo'ldi tushundim chotki narsa ekan rostdan ham xo'sh bu yo mana aytdim yomon narsa chiqishi ham mumkin-da har xil effektlar berib tashadi hamma effektlarni beribordimi yo bo'ldi qochish kerak yo mana bularni o'chirish kerak bo'ldi yo men bu yoqdan ketdim yonib ketsa hozir mana yana urushib yotadi janob ber bo'ldi boshqa Lucky blok ochaylik suv kerak suv qani suv mana suv bor ekan kelmagunimcha o'chib qolmasa bo'ldi va effektlarni qachon yo'qolar ekan bu effekt endi xo'sh ikkinchi Lucky blokimizni ochamiz bundan bo'ladi chotki narsalar chiqdi bundan qarmoq chiqdi jitellarni anaqasi endi qanchada tugar ekan o'z tugash niyati bormikan buni yana qarmoq такой себе bolalar такой себе chiqdi menga yoqdi ham yoqmadi endi mana bu qilichni bitta tekshirib ham ko'rsak bo'larkan juda tez yuguryapmanmi effektlar bilan xo'sh qani bu yoqga bo'ldi keyin adashmasam buni anaqasi bundoq qilasizlarda bundoq qilsanglar yoninglar yopib berish kerak nega yaxshiroq olib kelyapti bunday qilaylik-da ana xo'sh bu esa bo'ldi buni tushundim bo'ldi obunachilar короче shulardan iborat ekan iPhone 7 mizga endi PUBG tashiymiz Minecraft tashiymiz kayf qilib o'ynaymiz bo'ldi все xo'sh hozir esa menga birinchi o'rinda mana bu narsalarni tashlab chiqaman keyin gaplashamiz uxlab qolmanku obunachilar короче uxlab qolman shekilli men bu yerda o'tirganda mana kechagi narsalarni kutib aytdi lavami bo'ya o'zim qo'ygandim WhatsApp bo'ldi yubgacha cho'tga turibdi obunachilar yubka yechmayman bugun butun umrga yetishmayman shekilli xo'sh hozir bizani asosiy ishimiz mer aytgandek uni qidirish bular qayerda yuribdi ekan bu jinnilar xo'sh nima bu mani kiyimimni kiyib olganmi bu yoqqisan bu ataylab qo'yaptimi tushunmadim yana mana yerda yuribdi bittasi senga yetmayapti-da obunachilar bular mani nima ataylab menga anaqa qilyaptimi mani kiyimimni kiyyapti men yechib oldimi yo'q
Ma sani bo'ldi o'ldirdim obunachilar. Nargiz qani ekan? Ana kel tovush hozir ko'rsatib qo'yaman-ku senga. Bu yoqqa o'q tugab qopti-yu. Voy, qochib ketma. Qocha olmaysan. Xo'sh, hozir ko'rsataman men senga. Bu yoqqa dedim. Bu yoqqa. Hozir o'ldirma seni. Voy, namichi bu tez yugurmasa, jitel qarasangchi, mayli bo'pti, o'zim qaray. U jitelni voy ahmoq masxara boz o'lib qoldi, o'ziga o'zi o'ldi. Obunachilar o'ziga o'zi o'lib qoldi, masxara boz. Nu bo'ldi mana uchun hammasini o'ldirdik. Nu men bu orужияni ham vash keragi yo'q bo'ldi. Oxo, bitta mashina qolib ketdi, qani bitta mashinani garajimizga qo'yib qo'yaylik. Xo'sh, yopamiz bu yo'g'ini ham. Bu yoqdan aylanib o'tamiz, yopamiz. Va endi minib ko'ramiz bu mashinamizni. Oxo. Uy. Endigina mashinani oldim. Hozir rasvos chiqmasa bo'ldi, chuqurchaga tushib ketdi.